Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. 2026 yil avgust oyida pensiyalarga qo'shimcha pul tushsa, kim taxminan 300 ming so'm, kim 400 ming so'm, kim esa 7 ming so'm atrofida qo'shimcha olishi mumkin. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar uchun, balki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya oladigan har bir oila uchun juda muhim. Chunki ko'p odamlar hamma bir xil oshiriladimi? Mening onamga qancha qo'shiladi? Kam pensiya oladiganlar ko'proq oladimi yoki ko'p pensiya oladiganlarmi degan savollarni berishadi. Men bugun masalani oddiy tilda, raqamlar bilan, real hayotga yaqin misollar orqali tushuntiraman. Videoni hoziroq oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim holatlarda odam o'ziga tegishli qo'shimcha pulni vaqtida aniqlamasa, qayta hisob-kitob kechikishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men pensiya, nafaqa, kompensatsiya va davlat to'lovlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda qilib yetkazib boraman. Avvalo bitta narsani aniq tushunib olaylik. Pensiya oshishi deganda hamma odamga bir xil summa qo'shiladi degani emas. Ko'pchilik pensioner bo'lsa, demak hammaga 300 mingdan qo'shilar ekan deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri tushuncha. Amalda pensiya miqdori bir nechta omilga bog'liq. Odamning ish staji, avvalgi ish haqi, pensiya turi, nogironlik guruhi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, yoshga doir pensiya, ustamalar, imtiyozlar, minimal pensiya chegarasi. Shuningdek, davlat tomonidan belgilangan indeksatsiya yoki oshirish tartibi oldin qanday edi? Odatda pensiyalar prezident farmoni yoki hukumat qarorlari asosida oshirib boriladi. Ba'zan aniq foiz bilan oshiriladi. Masalan, pensiya va nafaqalar ma'lum foizga indeksatsiya qilinadi. Ba'zan eng kam pensiya miqdori alohida ko'tariladi. Ba'zan esa ayrim toifadagi fuqarolarga qo'shimcha ustama yoki kompensatsiya belgilanadi. Shuning uchun bir xonadonda 2 pensioner bo'lsa ham, ulardan biri 300 ming so'm qo'shimcha olishi, ikkinchisi 400 ming so'm qo'shimcha olishi mumkin. Bu adolatsizlik emas, balki hisoblash bazasi har xil bo'lgani uchun yuzaga keladigan farq. Endi 2026 yil avgust masalasiga kelaylik. Men bu yerda juda ehtiyotkorlik bilan tushuntiraman. Yakuniy va rasmiy raqamlar har doim faqat rasmiy farmon, qaror yoki pensiya jamg'armasining ma'lumotlaridan keyin aniq bo'ladi. Lekin sarlavhada aytilgan 300, 400 va 700 ming so'm atrofidagi qo'shimcha summalar qanday holatlarda paydo bo'lishi mumkinligini oldindan tushunib olish juda muhim. Chunki agar siz oilangizdagi pensionerning hozirgi pensiyasi qancha ekanini bilsangiz, keyingi oshirishda taxminiy qo'shimchani ham oldindan chamalashingiz mumkin. Asosiy qismin kim 300 ming, 500 ming yoki 570 ming so'm atrofida qo'shimcha olishi mumkin. Men avvalo eng sodda formulani tushuntiraman. Agar pensiya foiz asosida oshirilsa, qo'shimcha summa odamning hozir olayotgan pensiyasiga bog'liq bo'ladi. Masalan, shartli ravishda pensiyalar 15% atrofida oshirildi deb tasavvur qilaylik. Bu rasmiy foiz emas. Men sizga hisoblash mantiqini tushuntirish uchun misol keltiryapman. Agar pensioner hozir 2 million so'm pensiya olayotgan bo'lsa, 15% oshirish 30 ming so'mga teng bo'ladi. Agar 30 ming so'm olayotgan bo'lsa, 15% 4 ming so'm bo'ladi. Agar 3 million 800 ming so'm atrofida olayotgan bo'lsa, 15% taxminan 5 ming so'm bo'ladi. Demak, birinchi xulosa, qo'shimcha pul har doim ham davlat falon toifaga 300 ming. Falon toifaga uchun 2 ming deb ajratgani uchun emas, balki pensiya bazasi har xil bo'lgani uchun turlicha chiqishi mumkin. Odamning pensiyasi qancha baland bo'lsa, foizli oshirishda qo'shimcha summa ham shuncha katta bo'ladi. Lekin bu har doim ham yugurib pensiya oluvchilar ko'proq yutadi degani emas. Chunki ayrim hollarda minimal pensiya oladiganlarga alohida himoya mexanizmi qo'llanadi. Ya'ni kam pensiya oladiganlarning pensiyasi minimal chegaragacha yetkaziladi yoki alohida ustama beriladi. Endi birinchi misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi oddiy pensioner ayolni tasavvur qilaylik. U 30 yil ish stajiga ega, lekin ish haqi ko'p bo'lmagan sohada ishlagan. Masalan, bog'cha tarbiyachisi, tikuvchilik korxonasi ishchisi yoki yordamchi xodim bo'lgan. Hozir uning pensiyasi 2 million so'm atrofida bo'lsa, agar foizli oshirish 15% ga yaqin bo'lsa, uning pensiyasiga taxminan 300 ming so'm qo'shilishi mumkin. Natijada pensiya 2 million 300 ming so'm atrofida bo'ladi. Bu toifadagi odamlar sarlavhadagi 300 ming qo'shimcha guruhiga kirishi mumkin. Ikkinchi misol, Samarqandda yashovchi sobiq maktab o'qituvchisi yoki hamshirani olaylik. U uzoq yillar ishlagan, ish staji yetarli.
ayrim davrlarda ish haqi nisbatan yaxshi bo'lgan. Hozir pensiyasi 3 million so'm atrofida. Shunday odamga foizli oshirish natijasida taxminan 1,5 ming so'm qo'shimcha chiqishi mumkin. Natijada uning pensiyasi 3 million 1,5 ming so'mga yaqinlashadi. Bu yerda e'tibor bering, u alohida imtiyozli toifa bo'lgani uchun emas, balki asosiy pensiya miqdori 3 million so'm bo'lgani uchun qo'shimcha 1,5 ming atrofida chiqyapti. Uchinchi misol, Navoiy, Buxoro yoki Toshkent shahrida uzoq yillar sanoat korxonasida, energetika, transport, aloqa yoki yugur ish haqi to'langan sohada ishlagan pensionerni olaylik. Uning ish staji katta, avvalgi ish haqi yuqori bo'lgan pensiyasi hozir 3 million 800 ming so'm atrofida. Agar foizli oshirish 15% ga yaqin bo'lsa, unga 270 ming so'm atrofida qo'shimcha chiqishi mumkin. Bu holatda yangi pensiya 5 million 370 ming so'm atrofida bo'ladi. Demak, 5-7 ming qo'shimcha degan raqam ko'pincha pensiya bazasi nisbatan yuqori bo'lgan fuqarolarga mos keladi. Lekin men yana ta'kidlayman. Yakuniy hisob har bir pensionerning shaxsiy pensiya yig'ma jildi, ish staji, ish haqi ma'lumotlari va amaldagi tartibga qarab aniqlanadi. Qo'shningizga 1,5 ming qo'shildi. Sizga ham shuncha qo'shilishi shart emas. Siz bilan bir vaqtda pensiyaga chiqqan odam ham sizdan ko'proq yoki kamroq olishi mumkin. Chunki pensiya tizimida ikki odamning holati tashqaridan o'xshasa ham ichki hisob-kitobda katta farq bo'lishi mumkin. Endi eng muhim savollardan biri, kim bu o'zgarishlarni alohida kuzatishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasi eng kam miqdorga yaqin bo'lganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki davlat ko'pincha ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash uchun minimal pensiya, yoshga doir nafaqa yoki nogironlik nafaqalarini alohida ko'rib chiqadi. Agar sizning onangiz yoki otangiz juda kam pensiya olayotgan bo'lsa, har bir oshirishdan keyin yangi miqdor minimal chegaradan past qolib ketmagani tekshirish kerak. Ikkinchi toifa, ish staji hujjatlarida muammo bo'lgan pensionerlar. Masalan, mehnat daftarchasida ayrim yillar yozilmagan, korxona tugatilgan, arxiv ma'lumotlari topilmagan, ish haqi haqida ma'lumot yo'q. Bunday holatda pensiya dastlab kamroq hisoblangan bo'lishi mumkin. Keyin umumiy oshirish bo'lsa ham asosiy pensiya kam bo'lgani uchun qo'shimcha ham kam chiqadi. Masalan, aslida 3 million so'm pensiya olish kerak bo'lgan odam hujjat yetishmagani sababli 2 million so'm olayotgan bo'lsa, 15% oshirishda u 170 ming emas, 300 ming qo'shimcha oladi. Farq har oy 1,5 ming so'm, bir yilda esa 1 million 800 ming so'm bo'ladi. Bu kichik pul emas. Uchinchi toifa ishlashda davom etayotgan pensionerlar. Ba'zi odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ularning pensiyasi, ish haqi, qayta hisoblash tartibi, soliq va ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq masalalarda ayrim nozik jihatlar bo'lishi mumkin. Agar ishlovchi pensionerning keyingi yillardagi ish staji yoki daromadi pensiya qayta hisoblashga ta'sir qilsa, u pensiya jamg'armasidan o'z holatini aniqlab olishi kerak. Chunki ayrimlar men ishlayapman, demak avtomatik ko'payadi deb o'ylaydi. Har doim ham avtomatik bo'lavermaydi. Ba'zan ariza yoki ma'lumot talab qilinadi. To'rtinchi toifa, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda hisob-kitob yoshga doir pensiyadan farq qilishi mumkin. Masalan, nogironlik guruhi qaramog'idagi shaxslar soni, boquvchining ish staji va ish haqi kabi omillar ahamiyatli bo'ladi. Bir oilada boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini 2 nafar bola olsa, oshirish tartibi alohida qo'llanishi mumkin. Shuning uchun bu toifadagi fuqarolar ham yangi to'lov tushgandan keyin bank kartadagi summani avvalgi oy bilan solishtirib ko'rish kerak. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyangizni rasmiy tartibda olsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, pensiya miqdori bo'yicha avvaldan nizo bo'lmasa, plastik kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash joyingiz, pasport ma'lumotlaringiz va bank rekvizitlaringiz to'g'ri bo'lsa, odatda umumiy oshirish avtomatik tarzda qo'llanadi. Buning uchun har bir pensioner alohida borib ariza yozishi shart bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir men har doim yangi oyda tushgan summani tekshirishni maslahat beraman. Chunki texnik xato, ma'lumot almashinuvidagi kechikish yoki bankdagi rekvizit muammosi bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Endi odamlar eng ko'p adashadigan joylarni tushuntiraman. Birinchi tuzoq, qo'shimcha bilan umumiy pensiyani aralashtirish. Masalan, kimdir menga 300 ming berishdi desa, ba'zan u pensiya oshgan qismini nazarda tutadi. Ba'zan esa umumiy qo'shimcha kompensatsiya, nafaqa yoki boshqa to'lovni aytadi. Siz har doim savolni to'g'ri qo'yishingiz kerak.
Bu 300 ming so'm pensiyaning oshgan qismimi yoki alohida bir martalik to'lovmi? Bu ikki narsa bir xil emas. Ikkinchi tuzoq, hamma foiz bir xil qo'llanadi deb o'ylash. Ayrim oshirishlarda bazaviy hisoblash miqdori, pensiyani hisoblashning eng kam miqdori yoki nafaqa miqdorlari alohida o'zgarishi mumkin. Natijada bir toifa ko'proq sezilarli oshirish oladi, boshqa toifa esa kamroq. Masalan, yoshga doir pensiya oluvchi bilan nogironlik nafaqasi oluvchi bir xil foizda oshirilmasligi mumkin. Yoki minimal pensiya alohida ko'tarilib, yuqori pensiyalar foiz bo'yicha indeksatsiya qilinishi mumkin. Shuning uchun rasmiy hujjatda aynan qaysi to'lovlar oshirilgani yozilgan bo'ladi. Uchinchi nozik jihat ustamalar masalasi. Ba'zi pensionerlarda asosiy pensiyadan tashqari ustamalar bo'ladi. Masalan, urush qatnashchilari, mehnat faxriylari, alohida xizmatlari bor shaxslar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar yoki boshqa imtiyozli toifalar bo'yicha qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Oshirish faqat asosiy pensiyaga qo'llanadimi yoki ustamalar ham qayta hisoblanadimi? Bu rasmiy tartibga bog'liq. Shu sababli bir odamning umumiy pensiyasi 3 million bo'lsa ham, foiz butun 3 millionga emas, faqat ma'lum qismiga qo'llanishi mumkin. Natijada odam kutgan 410 ming emas, masalan 310 ming yoki 410 ming qo'shimcha chiqishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat, birinchi oyda to'lov kechikishi yoki farq keyingi oyda qo'shib berilishi. Ba'zan hujjat kuchga kirgan sana bilan pensiya to'lov sanasi orasida texnik farq bo'ladi. Masalan, oshirish avgustdan kuchga kirsa, lekin kimningdir pensiyasi oyning boshida eski ro'yxat bo'yicha shakllangan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda farq keyingi to'lovda qo'shib berilishi ehtimoli bor. Lekin bu avtomatik bo'ladimi yoki murojaat kerakmi? Buni pensiya jamg'armasi bo'limidan aniqlash lozim. Men har doim bunday vaziyatda kutib yuravermang. Bir marta telefon qilib yoki borib aniqlang deyman. 5-tuzoq, plastik kartaga tushgan pulni noto'g'ri talqin qilish. Masalan, pensionerning kartasiga 3 million dardan ehida ming so'm tushdi. U menga darja ehida ming qo'shildi deb o'ylaydi. Lekin oldingi oyda 3 million 100 ming olgan bo'lsa, asl qo'shimcha 200 ming bo'ladi. Shuning uchun har doim oxirgi 3 oy to'lovini solishtiring. Bank ilovasida kirim tarixini ko'ring. Bankomat cheki yoki SMS xabarlarini saqlang. Agar pensioner ilovadan foydalana olmasa, farzandlari yordam berishi kerak. 6-nozik jihat, yashash joyini o'zgartirganlar. Agar pensioner bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsa, ro'yxatdan o'tish, pensiya ishini ko'chirish, bank kartasini yangilash kabi jarayonlarda vaqtinchalik kechikish bo'lishi mumkin. Bu odamlar oshirish davrida alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki tizimda eski manzil, eski bank rekviziti yoki eski telefon raqami qolib ketgan bo'lsa, xabarlar kelmasligi yoki to'lov kechikishi mumkin. 7-nozik jihat. Vafot etgan pensionerning oila a'zolari bilan bog'liq to'lovlar. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning oxirgi oy pensiyasi, dafn puli yoki boshqa to'lovlar bo'yicha alohida tartib bo'lishi mumkin. Oila a'zolari avgustda oshgan ekan, bizga ham farqi beriladimi degan savolni berishadi. Bu holatda to'lov sanasi, pensionerning vafot etgan sanasi, huquqiy vorislik va tegishli hujjatlar muhim. Buni og'zaki gaplarga qarab emas, rasmiy bo'limdan aniqlash kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hozirgi pensiya miqdorini aniq yozib oling. Taxminan 2 million atrofida demang. Aniq raqam kerak. Masalan, 2 million 14 ming, 2 million 180 ming, 3 million 190 ming yoki 2 million 790 mingga. Chunki qo'shimchani hisoblashda har 2 ming so'm ham farq qiladi. Bank ilovasidan, SMS xabardan yoki pensiya to'lov varaqasidan oxirgi tushgan summani yozib oling. Ikkinchi qadam, oxirgi 3 oy pensiyasini solishtiring. May, iyun, iyul oylarida qancha tushgan, avgustda qancha tushdi. Agar avgustda 300 ming, 20 ming yoki 7 ming atrofida ko'paygan bo'lsa, bu oshirish natijasi bo'lishi mumkin. Agar umuman ko'paymagan bo'lsa, darhol vahima qilmang, lekin tekshiring. Balki to'lov sanasi farq qilgandir. Balki qayta hisoblash keyingi oyda bo'lar. Balki sizning to'lov turi bo'yicha boshqa tartib qo'llanayotgandir. 3-qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi, pensiya guvohnomasi, bank kartasi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi nusxasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotlari, ish haqi haqida ma'lumotnomalar, nogironlik bo'yicha TMI yoki tegishli tibbiy hujjatlar. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha guvohnomalar kerak bo'lishi mumkin. Har doim asl hujjat va nusxalarni alohida papkada saqlang.
Ko'p oilalarda hujjatlar tarqoq bo'ladi, keyin kerak paytda topilmaydi. 4-qadam. Agar pensiya noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada shunday yozish mumkin: mening pensiyam miqdori va 2026 yil avgust oyidan qo'llangan oshirish bo'yicha qayta hisob-kitobni tushuntirib berishingizni so'rayman. Pensiya ish hujjatlarimdagi ish staji, ish haqi va ustamalar qanday inobatga olinganini yozma tartibda ma'lum qilishingizni so'rayman. Mana shunday yozma murojaat sizga aniq javob olish imkonini beradi. 5-qadam. MyTekubuz pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari, mahalla yoki tuman bo'limlari orqali ma'lumotni tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlardagi hamma pensionerga 70 ming berilar ekan degan xabarlarga ishonib ketmang. Rasmiy manba bo'lmasa, bu shunchaki mish-mish bo'lishi mumkin. Ayniqsa firibgarlar pensiyangizni oshirib beramiz, karta raqamingizni yuboring, SMS kodni ayting deb aldashi mumkin. Hech qachon SMS kod, bank karta paroli, PIN kod yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamga bermang. 6-qadam. Agar pensioner keksa bo'lsa, farzandlari yoki yaqinlari yordam bersin. Ko'p keksalar meni ovora qilmanglar, borcha olaman deydi. Lekin ba'zan aynan shunday befarlik sababli odam yillar davomida kam pensiya olib yuradi. Farzand sifatida siz ota-onangizning pensiya hujjatlarini bir marta tekshirtirib qo'ysangiz, har oy oilaga qo'shimcha daromad kirishi mumkin. Masalan, hujjatda bir necha yil staj qo'shilmay qolgan bo'lsa, pensiya qayta hisoblanib, kelajakdagi to'lovlar oshishi ehtimoli bor. 7-qadam. Savol berganda aniq savol bering. Nega kam tushdi deyish o'rniga, iyul oyida 2.907 ming so'm pensiya olganman. Avgust oyida 3.207 ming so'm tushdi. Qaysi foiz yoki qaysi ustama asosida 300 ming so'm qo'shildi? Mening stajim va ish haqim to'liq hisobga olinganmi deb so'rang. Aniq savolga aniq javob olish osonroq. Keling, sarlavhadagi 300, 407 va 507 ming so'mni yana bir marta aniqroq joyga qo'yamiz. Agar pensiya bazasi 2 million so'm atrofida bo'lsa, foizli oshirishda qo'shimcha 300 ming so'mga yaqin chiqishi mumkin. Bu ko'proq, kamroq pensiya oladigan, lekin minimal chegarada yuqori bo'lgan pensiyalarda uchrashi mumkin. Agar pensiya bazasi 3 million so'm atrofida bo'lsa, qo'shimcha 40 ming so'mga yaqin chiqishi mumkin. Bu o'rtacha pensiya oladigan, staji yetarli va ish haqi nisbatan yaxshiroq bo'lgan fuqarolar holatiga mos keladi. Agar pensiya bazasi 3 million 800 ming so'm atrofida bo'lsa, qo'shimcha 5 ming so'mga yaqin bo'lishi mumkin. Bu odatda ish staji katta, oldingi daromadi yuqoriroq, ayrim ustamalari bor yoki pensiyasi yuqoriroq hisoblangan fuqarolarda uchrashi mumkin. Lekin agar oshirish foizi boshqacha bo'lsa, bu raqamlar ham o'zgaradi. Masalan, 10% bo'lsa 2 million so'mga 200 ming qo'shiladi. 3 million so'mga 300 ming qo'shiladi. Agar 20% bo'lsa 2 million so'mga 400 ming, 3 million so'mga 600 ming qo'shiladi. Shuning uchun asosiy narsa rasmiy foiz va sizning hozirgi pensiya bazangizdir. Xulosa qilib aytsam, 2026 yil avgust oyida pensiya o'sishi haqida gap ketganda, eng katta xato hamma bir xil pul oladi deb o'ylashdir. Kimdir 300 ming so'm atrofida, kimdir 400 ming so'm atrofida, kimdir 5-7 ming so'm atrofida qo'shimcha olishi mumkin. Bu farq pensiya miqdori, ish staji, ish haqi, pensiya turi, ustamalar va rasmiy oshirish tartibiga bog'liq. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq oilangizdagi pensionerning hozirgi pensiya miqdorini yozib oling. Avgustdagi to'lov bilan solishtiring. Hujjatlarni tartibga keltiring va shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasidan yozma tushuntirish so'rang. Shunda siz mish-mishlarga emas, aniq raqam va rasmiy javobga tayanasiz. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, izohlarda yozing. Hozir qancha pensiya olyapti va sizningcha oshirishdan keyin qancha qo'shilishi kerak? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoni like qiling, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida vaqtida bilgan odam o'z haqini vaqtida talab qila oladi.